Qanday go'zal bu olam, naqadar tinch bu olam. Vatta tushunmadim. Jetelmi? Yo, mashina qayerda oldi Jetel? Nahotki mashinani haydashni o'rgandi. Pravo oldimikan? Yo'q, meni bitta joyim kuyyapti. Nahotki menda mashina yo'q, unda mashina bor. Bo'lishi mumkin emas. Voy, qayoqqa ketdi? To'xta, stop. Hozir bu qayoqqa ketdi haydab mashinani tushunmadim. Ana, qayergadir olib borib burildi shekilli, mana bu yoqqa olib borib qo'ydimmi tushunmadim. Mana bu yerga kelgan ekan. Jetel. Tushunmadim. Sen mashinani qayerdan olding? Assalomu alaykum Jo'xa. Va alaykum. Lekin sen mashina haydashni bilmasding-ku. Men prava sotib oldim. Yaxshi. Bu sandiqda nima bor? Bu sandiqda gitara bor. Gitarani nima qilasan? Men sotishga olib keldim. Birinchi o'zim haydash uchun olgandim, yoki qanaqa haydash uchun, chalish uchun olgandim, lekin chala olmadim. O'sha uchun sotmoqchiman. Tushunarli. Rostdan ham gitara chalib ko'rsam bo'ladimi? Ha, faqat pullik. Chalib ko'rishmi? Yo'q, gitara sotib olsangiz pullik. Yaxshi. Tok. Qani? Rostdan ham ovoz chiqarar ekan-a? Ha, chiqaradi, real gitarada u. Tushunarli. Qancha ekan buni narxi? Buni narxi $100 beraman. Qimmat u $100. Arzon-u $100 hozir hech narsa bermayapti o'zi. To'g'ri. Bo'pti, men bitta o'ylab ko'ray. Mabodo oyim kelsa olaman, xo'pmi? Bo'pti, mayli o'ylab ko'ring. Bo'pti, men ketdim, qarochi. Lekin, stop. BMW mashinang? Ha, BMW sizga yoqdimi? BMW o'zi menga yoqadi. Qarang, sizga bitta taklif aytaymi? Qanaqa taklif? Qaroshtak, siz qanaqasiz? Men sizga gitara beraman, siz esa menga qaroshtak bitta uy va garaj qurib berasiz mashina uchun. O'ylab ko'rish kerak, lekin to'g'risini aytsam, lekin bir tomondan qiyin-da u. Nimasi qiyin? Qishlog'imizda tayyor uy bor, xohlasang mana bu mehmonxonadan, mana yerda 2 qavatli mehmonxona bor. Yo'q, menga o'zimga uy kerak. Lekin uy qurish biroz qiyin-da. Nimasi qiyin? Bo'pti, mayli, qurib beraman, faqat gitarani berasan. Bo'pti, beraman. Mayli. Lekin qo'shiq aytishni yo'rvoraman bor, o'sha uchun ham gitara kerak bo'lyapti menga. Qo'shiq aytishni qanaqasi yo'rvorasan, birorta qo'shiq aytib ber deb kommentariy yozsanglar aytib beraman, bo'lmasa aytib bermayman. Qanaqa qo'shiq aytib berishim mumkin? O'ylash kerak-da, uning uchun yaxshiroq qo'shiq o'ylash kerak. Uy qurish uchun menga o'zi kerakli hamma narsa bor. Mana shu yerda yana bitta tapor kerak, bitta keyin mana bu daraxtlar, keyin taxta kerak bizga, tosh kerak, tosh ko'proq kerak. Mana yarimtalik tosh ham mayli kerak bo'lib qolsa kerak. Buni ham olamiz. Zina kerak bo'ladi albatta, eshik kerak, 2 dona, juda ko'p eshik kerak emas, 2 donasi yetadi. Oyna kerak ekan. Oyna 1 2 3 4 5 6 talar, 7 ta, mayli 9 ta qo'yaylik yetadi. Yana svet kerak, lampochka, 2 ta lampochka yetsa kerak. Menimcha boshqa narsa kerak bo'lmaydi-da. Shu narsalar o'zi yetadi bitta uy qurish uchun. Qayerdan qursam ekan, birorta tekisroq joy topish kerak. Ana mashinasini o'zimga olaymi ekan, yo bermasa kerak. Tekisroq joy topish kerak. Qayerda? Qishlog'imizda tekis joy yo'q. Mana bu yerda o'rmon bo'lib yotibdi. Mana bu yerdan quraymi ekan, lekin bu yerdan yo'l o'tish kerak-da aslida o'zi. Mana bu yerdan to'g'ri yo'l kelish kerak, kelaverish kerak-da. Mana bu yoqqa kelib turib, bu yoqqa buriladigan bitta yo'l bo'lish kerak. Keyin bu yoqqa kelib turib, uyga kelib qolar ekan. Orqasidan o'tib ketadimi, qandaydir yo'l qilishim kerak, xullas bu yog'ini o'ylab ko'rish kerak, qanaqadir yo'l qilish kerak, xullas. Bu mehmonxonada zo'r xonalar bor, lekin shu yerda yashamayman deyapti. Mana bu yerda chotki yotoqxonasi bor o'zini, bu yerda oshxonasi, hamma narsasi, hamma sharoitlar bor, lekin yashamayman deyapti. Mayli, o'zi bilan yashamasin. Unga uy qurish kerak bo'lsa qurib beraman, lekin qayerdan qursam ekan, kichkinaroq normalroq joy topish kerak. Mana shu yerdan quraymi, mana daraxt kesishga to'g'ri keladi. Mayli, kelsam shu yerdan qurib beraman takoy qilib. Lekin o'zi qishlog'imizda daraxt ko'payib ketganda, daraxtni o'zi kesmasdim, bilasizlar, o'zi aqlli bo'laman-ku. Lekin daraxt ko'payib ketgani uchun kesishga to'g'ri keladi. Men uyga qo'shib yuboraymikin? Qo'shib yuborsam, menimcha Jetel gapirmasa, yo bu yerda Jetel yashamaydi aytgancha. Bu yerda hozircha hech kim yashamayapti. Messi yashab turgandi, ko'chib ketgan. Ronaldo bilan Neymarga ham uy qurib bergandim. Ular ham hozircha ko'chib ketdi bu yoqdan. Xo'p, mana buni qilib qo'shib chiqish kerak uylarni, qanaqa uylarni, bloklarni bir-biriga takoy chiqsa kerak menimcha. O'shanda nechta blok olib kelsam ekan bu yoqqa qaratib. Hozir bitta nechta blok bo'ldi? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Yana bitta qo'shsak 8 ta va mana buni olib tashlaymiz. Tamom. Chotki chiqadi 8 ta blok bilan o'zi. Xo'p, mana
Orqa tomoni ham xuddi mana shu uyning orqa tomoniga keladi. Unaqa katta ham bo'lib ketmaydi, kichkina ham bo'lib qolmaydi shekilli. Xo'p, menimcha to'g'ri olib keldim. To'g'ri olib kelgan ekan. Stop, bir qator orqaga bo'lib qoldik. Mayli, olib tashlaymiz, bez problem. Muammoli narsa emas, olib tashlash. Xo'p, bitta qo'shib pastga tushiramiz endi. Mana aka, takoy. Mana shu o't o'lanlarni, qanaqa o't o'lan, barg o'lanlarni, barg o'lan bo'ladi. Bargcharklarni xullas olib tashlash kerak bu yerdan. Chunki bargcharklar vobshe xalaqit beryapti bizga. Xo'p, qurilish ishlari cho'tkit bo'lyapti. O'zi quruvchi bo'lib ketyapman kundan kunga. Mehmonxonani men qurdim, ko'rdinglarmi? Qanaqa katta chiroyli mehmonxona bo'lgan. O'shanaqa quruvchilik ishlari bo'lsa bemalol o'zimga murojaat qilaverasizlar. Imkon qadar borib qurib berishga harakat qilaman. Xo'p, mana bunaqa qilish kerak. Albatta, endi uyga qo'shganim bilan baribir to'liq qo'shib yormayman. O'shaning uchun mana bunaqa qilish kerak. Tak birinchi polini ham to'liq taxtami toshmi qo'yishga, tosh qilsak menimcha pol yaxshi chiqadi. To'g'ri aytyapmanmi yo noto'g'rimi? O'zingizlar albatta baholaysizlar fikrimni. Fikrni baholashni bilmadim, nimasi yaxshi, nimasi yomon. O'zi fikrni baholash kerakmi yo'qmi, unisini ham bilmayman. O'zi ko'p narsani bilmayman. Bilmaganimni yoshligimdan bilmaganman deydi-yu. Rostdan ham bilmayman-da. Xo'p, mana bu yoqlarni ham asta-asta olamiz. Xo'sh, tak, yaxshi. Nechta qoldikina bu tomonlarda? Hali 6 dona blok qolibdi. 6 tani olish menga unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Bo'ldi, endi tosh qo'yib chiqaman. Toshli pol bo'lsa, tagidan suv boshqa narsalar o'tmaydi-da. Qishda yo bahorda suv bo'ladi, yomg'ir yog'ib sel keladi, o'shanda tagidan suv o'tmaydi. Bunaqa ideal fikrlashdi. Men hech qayerda olmaganman, o'zimda bo'lgan avvaldan. Tug'ma deydi-yu. Xo'sh, ana endi bizda taxtalar bor. Taxtalar bilan foydalanib turib devor qilamiz bu yerga. Xo'p, mana. Xo'p, ikkita mayda deraza menimcha yetsa kerak. Nima bu yerga deraza kerak emas, o'zi chunki yo'l bor bu yerda. Kechirasan Jitel, to'g'ri, sen mendan kechirim so'rashing kerak, chunki sen menga xalaqit qilyapsan. Uzoqroqda o'ynab borib, qochib tursang yaxshi ish bo'lar edi. Xo'p, bu yoqlarga eshik mana shu yerda qola qolsin, mayli, shu yerda eshik qilamiz. Va mana takoy juda ham cho'tki chiqdi. Bitta eshik qo'ysam yetadi shekilli, ikkita eshikni kerak yo'q. Вообще-то yorvorayishim bo'ldi. Mana shu zina bu yerga ortiqcha bilasizlarmi? Chunki o'zi yo'l ketganda bu yoqdan to'g'ri, lekin yo'l o'sha yoqqa borib to'xtab qolgan. Hozir bu yerga nima qilsam bo'ladi, yana qo'shimcha. Birinchi eshik qo'yib olish kerak deraza bilan. Xo'p, mayli, birinchi darvoza demoqchi bo'layapman, qaranglar. Eshikni qo'yib yuboramiz, chunki eshik bo'lmasa bu bo'lmaydi. Eshik mehmon kelsa eshikdan, rizq keladi teshikdan deydi-yu. Bizda teshik bu uyga demak bitta teshik qo'yib qo'yish kerak-da, rizqi kelib turish uchun kelgan mehmonni. Uni qilmaymikan? Mana qo'shnini garojdagi derazasini yopib tashlaymiz, chunki u qo'shni poylaydi-da. Bu qo'shni uyda nima bo'lyapti ekan deydi. Keyin bu qo'shni hijolat bo'ladi. Meni uyimni nima qilyapti, nima kamchilik bormi qayerdadir deb o'ylaydi. Keyin yaxshi ish bo'lmaydi. O'shaning uchun uni qilmayman. Xo'p, birinchi o'rinda bu yerga tosh qo'yib yuborar ekanmiz o'ylab qarasam, chunki toshli bo'lmasa g'alati bo'lib qolar ekan. Chiroyli turadi, toshli bo'lsa, tagi ham tosh, usti ham tosh bo'ladi. O'rtasi yaltirbosh deymi? Yo'q, o'rtasida qarochi nima bo'ladi? Taxta bo'ladi. Osti tosh, usti tosh, o'rtasida yaltirbosh deydi-yu, tosh baqqani aytadi. Uni shunaqa topishmoqlar kimda bor? Topishmoq yozib qoldiringlar kommentariyga, birgalikda topishga harakat qilamiz. Xo'p, mana bu yerga ham qo'yamiz va menimcha bo'ldi, hamma yoqqa qo'yib bo'ldim. Endi esa ikkinchi qavatda ishni boshlaymiz. Ikkinchi qavatda kaloshda bitta zo'r narsa qilmoqchiman, hozir ko'rasizlar. Birinchi ikkinchi qavatga chiqib olishim kerak. Mana qilib zina qilib, takoy qilib chiqib ketish kerak. Xo'p, mana naryoqda bilasizlar, Yamalda uyi bor. Xo'p, o'sha yoqda, bilmayman qayerda. O'sha yoqda, bu 98-qishloqda, shu qishloq dedi. Qarochi o'shanda zo'r narsa qilganman. Ya'ni zina bilan ikkinchi qavatga chiqadigan qilganman. O'rtadan joy qoldirib, bilasizlarmi? O'shanaqa qilaymikan bunga? Yo'q, bunga qilib bo'lmaydi, chunki o'sha o'rtani yopib bo'lganman. O'rta ochiq bo'lish kerak bir qator u uchun. Hozir mana bu tomon blok ketmay qoldi, mayli, hozir tushamiz deb bitta verstak qarochi yasab qo'yaman. JTL verstakdan ham foydalanish kerak, to'g'rimi? Xo'p, mana verstakni olamiz deb mana shu to'rga qo'yib qo'yaman. Xo'p, nima kerak edi menga? Bloklarni yarimtalik qilib tashlamoqchi edim. Hammasini olamiz, mayli. Ikkita lampa bor, lampani qo'yib yuborang, keyin ikkinchi qavatga chiqib ketaman birato'la. Xo'p, bittasini bu yoqqa, bittasini bu yoqqa. Bittasini yoqsam, ikkalasi ham adashmasam yonishi kerak-da, yondi. Xo'p, chiqamiz, bo'ldi, chiqdik. Xo'p, mana. Bo'ldi, всё. Udar yorvaration, qirvaration bo'lib ketdi. Xo'p, ana endi mana bu yerdagi bloklarni olib tashlayman, chunki bu yerga endi kerak bo'lmaydi. Zina nima kerak? Ikkinchi qavatga o'zi chiqilmaydi. Xo'p, mana
Xo'sh, takoy boru yorvaration. No, biroz g'alatiga o'xshab qoldim. Mana bunaqa bittadan chiqarib chiqmasak, xunuk ko'rinyapti. Chiroyliroq ko'rinishi kerak-da. O'shaning uchun bu tomondan yana bir qator chiqarib chiqaman bunaqa qilib. Bo'ldi va bo'ldi. Всё, yorvaration. Bunaqa yorvarationlikni umuman ko'rmaganman lekin. Bo'ldi. Nima kamchilik qoldi uy ichida? Menimcha hech qanaqa kamchilik qolmadi. Bitta daraxt ekib qo'yaylik ko'chaga chiqarib. Chunki daraxtni o'zi kesgandim u mana yerda. Mana bu yerga bitta qaytarib ekib qo'yaman takoy qilib. Voy Jetel, menga qara, uyingni qurib bo'ldim. Ha, ko'rdim, zo'r chiqibdi. Gitarani olishing mumkin. Bo'ldi, hozir olaman. Qani, qo'shiq chalib beraman sen, kuylab beraman, yoqadimi yo'qmi aytasan. Nima mavzuda aytasan? Mavzu ham topish kerak aytgancha. Ha, to'g'ri. Senga mavzu aytaymi? Ayt qani, Bolalik haqida ayt. bolalik haqida qanaqa musiqa bor edi? Tak, hozir xayolim kelmayapti-da bolalik haqida. Unda qarilik haqida ayt. Qarilik haqida ham kallam kelmayapti. Qarilik haqida o'zi qo'shiq yo'q-ku. Ha, to'g'ri. Ona haqida qo'shiq bilasanmi? Ona haqida bilaman albatta. Aytchi. Hozir o'ylab olayda. Hozir kelmayapti-da. Hozir kelgan musiqani aytaman, to'xtab tur. Kelmayapti, baribir kelmayapti. O'zi sen 5 narsa bilmas ekansan-ku. Ya bo'ldi, keldi mana. Zamon shohi bo'laman deb, ohlar ohi bo'laman deb, davrim suray bu dunyoga, faqat bir bor kelaman deb, 18 ming olam bor deb o'ylamadim ey. Oxirini boblading lekin unchalik o'xshamadi. Bilaman, oxiri o'z cho'ziladigan joylarini o'xshata olmayman. Unda cho'zilmaydigan qo'shiq ayt. Cho'zilmaydigan qo'shiq yo'q-ku. Topish kerak-da. Qayerdan topaman cho'zilmaydigan qo'shiq? Hozir o'ylab ko'rish kerak-da. Kimni qo'shiqlari bor hozir? Mening do'stim dunyo yig'ma bari sarob. Do'st bo'lmaydi bilsang janon yoki saro. Bila, o'xshamadi, ko'ryapsan, baribir bo'lmaydi. Men artist chiqmas ekanman. Nima gitarangni olgin, va uy senga padarka, men ketdim. Ne aytdinglar-ku? Ne aytdinglar bilaman, men ketdim. O'xshamayapti. Men artist chiqmaydi, men ketdim. Bor, undan ko'ra uyimda o'tirganim yaxshi. Men o'zi artist bo'lmasligim kerak ekan. Qayerdan ham artist bo'laman dedim. Bor, uyimda yotganim yaxshi undan ko'ra.